Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Bugun biz turizmologiya fan doirasida eng so'nggi mavzu turizm va siyosatshunoslik nomli mavzuni ko'rib chiqamiz. Va bu mavzuni biz quyidagi rejalar orqali ko'rib chiqamiz. Siyosiy madaniyat kontekstida turizm, siyosiy elita tushunchasi, xalqaro turizm rivojlanishida siyosiy omillarning ta'siri, globallashuv va xalqaro turizm ijtimoiy hodisa sifatida. Demak, birinchi mavzumiz rejamiz siyosiy madaniyat kontekstida turizm. Avvalo, turizm va siyosatshunoslik mavzusida asosiy kategoriya bo'lmish turizm va siyosatshunoslik kategoriyalarini bir eslashimiz zarur. Turizm bilamiz, odamlarning doimiy yashash joyidan farqli joyga, tashqaridagi hududlarga dam olish, biznes, hordiq chiqarish va boshqa maqsadlarda vaqtincha sayohat qilish faoliyati hisoblanadi va bu faoliyatga vaqt me'yori nuqtai nazaridan bir sutkadan bir yilgacha bo'lgan davomiylikda amalga oshiriladigan sayohat sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Siyosatshunoslik kategoriyasi esa davlat hokimiyati, siyosiy jarayonlar, siyosiy institutlar va siyosiy munosabatlarning ilmiy o'rganuvchi fan sifatida qaraymiz va turizm va siyosatshunoslik atamalarini o'rganishimizda bularni birinchi bog'liqligi turistik sayohatlarni amalga oshirishdan ta'sir etadigan bir necha omillar bor. Shu jumladan siyosiy barqarorlik omili alohida o'rin tutadi va yetakchi o'rinni egallaydi. Sayyoh ma'lum bir sayohat haqida qarorlar qabul qilishida albatta siyosiy barqarorlik yoki siyosiy vaziyati, tashrif buyuriladigan hududning siyosiy holati albatta yetakchi o'rinni egallaydi. Bu sayohatni amalga oshirish to'g'risidagi qarorlarni qabul qilishda kuchli ta'sir etadigan omil bo'lib xizmat qiladi. Siyosiy madaniyat ham siyosatshunoslikning muhim tushunchasi bo'lib, jamiyatda siyosiy jarayonlar, hokimiyat va davlat boshqaruviga nisbatan shakllangan qadriyatlar, e'tiqodlar, bilimlar, xulq-atvorlar namunalarining majmui hisoblanadi. Har bir mamlakatning o'ziga xos siyosiy madaniyati bo'lib, bu mamlakatning tarixi, urf-odatlari, diniy e'tiqodlari, ijtimoiy qadriyatlari bilan bog'liq. Turizm orqali sayyohlar yangi siyosiy tajribalar orttiradilar va turli siyosiy tizimlar, madaniyatlar bilan tanishadilar. Va siyosiy elita tushunchasi ham bu mavzumizda ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan asosiy kategoriyalardan biri hisoblanadi va siyosiy elita bu jamiyatda eng yuqori siyosiy mavqelarga ega bo'lgan asosiy siyosiy qarorlar qabul qiluvchi, davlat boshqaruvida hal qiluvchi ta'sirga ega bo'lgan shaxslar guruhi sanaladi. Siyosiy elita va turizm o'rtasidagi munosabatlar zamonaviy davlat boshqaruvining muhim jihati hisoblanadi. Elitaning qarorlari siyosati turizm sohasining rivojlanishida bevosita ta'sir ko'rsatsa, turizm ham o'z navbatida elitaning siyosiy maqsadlariga erishishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Demak, xalqaro munosabatlar bular xalqaro munosabatlar mamlakatlar o'rtasida do'stona yoki salbiy munosabatlar, xalqaro shartnomalar, bitimlar turistik almashinuvlarga ta'sir qiladi. Tinchlik va hamkorlik turizm uchun qulay muhit yaratadi. Yuqorida ham aytib o'tdik, turistik sayohatlarni amalga oshirishda bevosita ta'sir etadigan omillardan biri bu siyosiy barqarorlik holati va siyosiy barqarorlik va xavfsizlik omili sifatida masalan davlatda terrorchilik tahdidlari, harbiy mojarolar, siyosiy beqarorlik holatlari bo'ladigan bo'lsa agar, bu turizm uchun albatta salbiy ta'sir etadigan holat hisoblanadi. Va har bitta davlat turizmni rivojlantirishni maqsad qilib qo'yar ekan, albatta mana shunday yuqorida sanab o'tgan terrorchilik tahdidlari yoki harbiy mojarolar yoki qanaqadir siyosiy beqarorlik holatlarini bartaraf etish lozim bo'ladi. Siyosiy imij yoki hukumat siyosati ham bu siyosatshunoslikning asosiy demak omillaridan biri hisoblanadi. Bu davlat siyosiy imij bu davlat, siyosiy rahbar yoki siyosiy tashkilotning ichki va tashqi jamoatchilik nazarida shakllangan umumiy tasviri, obrazi, nufuzidir. Ijobiy imij albatta masalan madaniy boyliklar, davlatning ochiqlik holati, siyosiy ochiqlik holati bular sayyohlarni jalb qilsa, salbiy imij masalan siyosiy repressiya yoki inson huquqlarining buzilishi bular albatta sayyohlarni ushbu davlatga tashrifini yoki sayohatini yoki sayyohlik oqimini kamayishiga
sabab bo'ladi. Hukumat siyosati, har bitta hukumatning turizmga oid siyosati bor. Uni rivojlantirish strategiyalari, turizm infratuzilmasini yaratish va modernizatsiya qilish bo'yicha harakatlari xalqaro turizmni rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. Hukumatning turizmga sarmoya kiritishi va uni marketing qilish choralari albatta muhim hisoblanadi. Demak, hukumat siyosatida bu yerda turistik siyosatni nazarda tutilyapti. Turizm doirasida amalga oshiriladigan davlatning har qanaqa faoliyatlari, turizm doirasida turizmni masalan rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash uchun bu sohani qabul qiladigan qarorlari, farmonlari bular hammasi demak turistik siyosatda aks etadi. Globallashuv va xalqaro turizm ijtimoiy hodisa sifatida navbatdagi rejamiz. Bu o'rinda biz globallashuv tushunchasini bir eslashimiz joiz. Globallashuv iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarning dunyo miqyosida o'zaro bog'lanishi va integratsiyalanishuvi. Xalqaro turizm globallashuvning muhim ijtimoiy hodisasi bo'lib, u orqali turli madaniyatlar, xalqlar, g'oyalar o'zaro ta'sirga kirishadi. O'zaro demak hamkorlikni yo'lga qo'yadi. Madaniy almashinuv, turizm madaniy boyliklar, an'analar, urf-odatlar bilan tanishishga imkon beradi. Bu esa madaniyatlararo tushunishni oshiradi va madaniy tolerantlikni rivojlantiradi. Bu o'z navbatida jahon madaniy merosini saqlashga yordam beradi. Ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri, demak, globallashuv sharoitida turizm milliy iqtisodiyotga katta hissa qo'shadi. Yangi ish o'rinlarini yaratadi va infratuzilmani rivojlantiradi. Bu esa mamlakatning rivojlanishiga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bularning hammasi demak globallashuv va turizm sohasini o'zaro demak hozirgi kunda bog'liqlikdan darak beradi. Namuna misollar sifatida xizmat qiladi. Texnologik rivojlanish ham demak ta'sir etadigan omillardan biri axborot kommunikatsiya texnologiyalari va transportning rivojlanishi turizmni globallashuvini tezlashtiradi. Sayohatni osonlashtiradi va unga kirish imkoniyatlarini oshiradi. Onlayn bronlash, demak raqamli texnologiyalarning shakllantirilishi turizm sohasida mobil ilovalar va tezkor transport tizimlari sayohatni yanada qulaylashtiradi. Va bu demak turistlar oqimini ko'payishiga sabab bo'ladi. Siyosiy natijalar ham ta'sir etadigan omillardan biri turizm xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda, tinchlikni saqlashda, mamlakatlar o'rtasidagi ishonchni oshirishda yordam beradi. Bu xalq diplomatiyasini rivojlantirishda hissa qo'shadi. Biroq shu bilan birga u madaniy to'qnashuvlar, xavfsizlik muammolariga ham sabab bo'lishi mumkinki, ayniqsa siyosiy beqarorlik sharoitida shu narsani kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon turizm tashkiloti turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlashda, jumladan bexilma-xillikni, madaniy meros va madaniy an'analarni himoya qilish, qashshoqlikni yengish va turizm daromadlarini adolatli taqsimlashga alohida e'tibor qaratadi. Turizmda tahdid va xavf-xatarlardan himoya qilish uchun xavflarni boshqarish usullarini takomillashtirish va tarqatish shoshilinch zaruratdir. Turistik yo'nalishlar va obyektlarga xavfsizlik tizimlariga oid xalqaro standartlarni joriy etishda barcha mamlakatlarga ko'maklashish zarur bo'ladi. Demak, aynan o'sha turizm uchun mas'ul bo'lgan xalqaro tashkilotlardan biri UNWTO, aynan Butunjahon turizm tashkiloti hozirgi kunda madaniy meros, madaniy an'analarni himoya qilish, qashshoqlikni yengish va turistik daromadlarni global turizm bozorida turistik daromadlar adolatli taqsimlashda e'tibor qaratmoqda va bu yerda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xavf-xatar, tahdidlar uchun alohida bularni oldini olish yoki ularni xavflarni boshqarish usullarini takomillashtirish zarurati kelib chiqqan va bu bo'yicha barcha davlatlarda faoliyatlarni yo'lga qo'yish zarur hisoblanadi. Demak, turizm va siyosatshunoslik mavzumizda albatta eng asosiy rol o'ynaydigan asosiy kategoriya sifatida turistik siyosiy imidj tushunchasi ham mavjud. Turistik siyosiy imidj bu davlatning turizm sohasi orqali xalqaro hamjamiyatda shakllangan obro'si, nufuzi, siyosiy mavqei hisoblanadi. Demak, turistik siyosiy imidj har bir davlat o'zini strategiyalarini, yo'nalish, pozitsiyalarini tanlaydi. Imidjni shakllantirishda masalan Dubay, Birlashgan Arab Amirliklarida Dubay The Land of Superlative pozitsiyasini tanlaydi. Demak, ustunlar hududi, ustunlar zamini degan ma'nodagi demak pozitsiya va u yerda hashamatli turizm, shopping
eng asosiy demak turizmda nima deydilar, shakllangan mavqei, nufuzi sifatida hashamatli turizm va shopping turizmi eng asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga zamonaviylik va an'ana uyg'unligiga e'tibor qaratilgan. Masalan, o'sha binolar, hashamatli binolar, ular turistik obyekt sifatida darajasida ko'tarilgan hashamatli binolarda zamonaviylik va an'ana uyg'unligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham demak yuritayotgan o'sha turistik siyosiy imijini bir yo'nalishi hisoblanadi. Shu bilan birga global biznes va transport markazi sifatida ham Dubay bugungi kunda mashhur. Global biznes va transport markazi sifatida demak mashhurligi bu uning yana bitta turistik siyosiy imijini yo'nalishi sifatida tanitgan. Demak, xulosa qilib, turistik siyosiy imij zamonaviy dunyoda davlatning yumshoq kuchi va xalqaro nufuzining muhim qismi hisoblanadi. U nafaqat turizm daromadini oshiradi, balki davlatning umumiy siyosiy mavqeini mustahkamlashda, xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirishda, iqtisodiy rivojlantirishni tezlashtirishda asosiy strategik vosita sifatida vazifasini bajaradi. Muvaffaqiyatli turistik siyosiy imij yaratish uzoq muddatli, tizimli va professional yondashuvni talab qiladi. Bu jarayonda davlat organlari, xususiy sektor va fuqarolik jamiyatlar birgalikda hamkorlikda sa'y-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunday muvaffaqiyatli turistik siyosiy imijni shakllantirgan davlatlar, albatta bu siyosiy imijga bir qisqa vaqtda erishish qiyin masala, lekin yillar davomida strategik rejalar orqali shu muvaffaqiyatli turistik siyosiy imijni shakllantirgan davlatlarda har qaysi sohada rivojlanishni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Jumladan albatta turistlar oqimini oshishi, turizm sohasini rivojlanishi va shu bilan birga demak boshqa turizmga bilvosita bog'liq bo'lgan sohalarda ham dinamik rivojlanishni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunda esa albatta demak davlat organlari, xususiy sektor va fuqarolik jamiyatining integratsion faoliyatlari, integratsion sa'y-harakatlari natijasida bunga erishish mumkin bo'ladi. Demak, biz bugungi turizm va siyosatshunoslik mavzumizda ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan asosiy jihatlar shulardan iborat edi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat.